O'zingizning nomingizga rassrochka 2 yilga nima deyapti? Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Haval Giulio modelimizni tashqi obzorini ko'rib chiqamiz. Avtomobilimizning motorida esa 143 ta ot kuchi yotibdi. Motor 1.5 turbina, Germaniya, Yaponiya bilan совместный motorimiz. Avtomobilimizning mono qoshlari va LED faralari, o'ziga xos bo'lgan bejirim faralar. Avtomobilimizning o'ziga xos bo'lgan DRSK reshotkalar bilan jihozlangan. Balon qismiga kelsak, 19 dyumli Chaoyang yumshoq diska balonlar. O'ziga xos bo'lgan sportivniy orqa spoylerlar bilan jihozlangan avtomobilimiz. Bu avtomobilni qaysi modelga o'xshatishingiz mumkin? Men aynan o'xshataman. Avtomobilimiz sizning xavfsizligingiz uchun naqd 12 ta Partronic bilan jihozlangan. Ana endi Haval Giulio modelimizni avtoparkovkasi bilan tanishib chiqamiz. Buning uchun avtomobilimizni D ga uramiz va 360 kamerani yoqamiz. 360 kamera yongandan keyin avtoparkovka rejimini yoqamiz. Avtoparkovka rejimini yoqqanimizdan keyin parkovka rejimini tanlaymiz. Ya'ni orqa bilan parkovka qilishimiz kerak bo'ladi va joy qidirilmoqda va to'rimizni qo'yib yubordik. Avtomobil harakatlanishni boshladi. Va tormozni bosing dedi. Ko'rinishda bosamiz. Xo'p. Orqa bilan kirish tanladik va parkovka rejimimizni knopkasini 2 soniya ezib turamiz. Va bosildi. Rulni, tormozni qo'yib yubordik. Avtomobil o'zini-o'zi parkovka qilmoqda hozir. Orqada odam borligi uchun yurmadi. Parkovkamizga avtomobilimiz joylashdi. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Va albatta bu avtomobillarimiz uchun batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki bizning manzilimiz Andijon 80 metrlik ko'chada joylashgan. Bemalol kelib, test drive qilib ko'rishingiz mumkin va keyingi videomizda Haval Giulio modelimizni ichki obzori bilan tanishib chiqamiz.